Assalomu alaykum. O'tgan haftaning muhim voqealiklarini o'z ichiga olgan 7 kun axborot tahliliy ko'rsatuvi efirda. Bundan 2 oy avval Andijon shahridagi Mustaqillik mahallasidagi holat, odamlar istiqomat qilayotgan boshpanalar, u joylardagi abgorlik haqida so'z yuritgan edik. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan odamlarni rozi qilish, ular uchun zarur qulay turmush sharoitini yaratish g'oyasi bugun o'z samarasini beryapti. Ko'pchilik orasida mubolag'asiz aytish kerakki, mamlakatimizda shov-shuvga aylangan 35 kunlik bunyodkorlik andijonliklarning nimalarga qodir ekanligi, insonlarni dardu tashvishlari bilan yashashdek harakatlari yakuniga yetgan haftada foydalanishga topshirilgan Mustaqillikning 27 yilligi mahallasining ochilishida ham bo'y ko'rsatdi. Bog'ishamolda bunyod bo'lgan mahalla, ushbu joyga ko'chirilgan insonlarning kayfiyati aynan yurtimizda inson va uning qadri nechog'lik ulug'langanini ko'rsatadi. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Odamzod bu hayotda mo'jiza kutib yashaydi. Hayrat va karomat izlab tevarakka boqadi. Ammo 18 ming olam ichida eng buyuk mo'jiza, eng muhtasham san'at asari bu insondir. Inson o'z qalbini anglasa, o'zini borlig'idagi quvvatini jamlab olsa, dunyoni o'zgartirishi qodir. Shu sabab ham hamisha yangi tarixni yozish kuchli shaxs va uning komandasi chekiga tushadi. Xalqimizning necha yillik orzu-umidlarini ro'yobga chiqarayotgan, mamlakatimizda islohotlar samarasini bugun real hayotda qaror toptirayotgan tarixiy o'zgarishlarning yorqin ifodasi Obod qishloq va Obod mahalla dasturlari bois Andijon viloyatining 50 dan ziyod qishloq va mahallalari hayoti butkul o'zgarayotgani. Obod mahalla dasturi bois birgina Andijon shahrida atigi 2 oyda tikan bosgan Yaydoq qirda yangi obod va fayzli mahalla barpo bo'lgani, taptaqir sahroga taraqqiyot va obodlik nafasini bag'ishlagan dastlabki zamonaviy uylar g'oyat qisqa 35 kunda qad ko'targani ham asrlar o'sha insoniyatni ulug'laydigan bu hayot haqiqatini yana bir bor isbotlab berdi. Mo'jiza o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Uning zamirida hamisha o'ziga munosib bilganini o'zgaga ham ravo ko'ra oladigan insonlarni birlashtirgan yaxlit tizim, aniq va kuchli mexanizm ishlab turgan bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz Obod qishloq, Obod mahalla degan alohida dastur qabul qilib, xalqimizni mana shu bugungi kunda qiynayotgan muammolarni hal qilib, hayotdan rozi bo'lib yashashlik uchun nimaiki bir muammosi bo'lsa, xalq berasan degan masalada oldimizga vazifalar qo'ygan. Obod qishloq degani bu yo'li, suvi, gazi, elektri, uyi, magazini, hammomi, maktabi, bog'chasi, poliklinikasi, hamma narsasi bo'lsa bu Obod qishloq bo'ladi. Andijon shahri markazidagi Mustaqillik mahallasida 129 xonadonda 249 ta oila necha yillar davomida elementar sharoitga ham ega bo'lmagan, g'oyatda og'ir sharoitda kun kechirishga majbur bo'lgani hamisha shahar hayotidagi eng og'riqli nuqta bo'lib kelayotgan edi. Xaroba va avariya holatidagi uylar, joylar torligidan bir aylanib olish ham katta mashaqqat bo'lgan katalakdek hovlichalar, bir darvozadan kirib chiqqan o'nlab oilalar. Bunday fayzsiz, chorasiz va chirkin muhitda o'z holicha voyaga yetayotgan yoshlar taqdirida yillar davomida katta bir savol ochiq turgan edi. Bu odamlar ham insonday yashashi, hayotidan rozi bo'lishi uchun nima qilish kerak? Mamlakatimiz rahbari topshirig'iga asosan tuzilgan Respublika ishchi guruhining Obod mahalla dasturi doirasida mazkur hududdagi o'rganishlardan so'ng mahalla aholisi, tegishli idora va tashkilotlar mutaxassislari bilan atroflicha maslahatlashgach, o'z umrini yashab, allaqachon avariya holatiga kelib qolgan, na xavfsizlik, na zamonaviy shaharsozlik va me'moriy talablarga javob bera olmay qolgan bu uylarni to'liq bartaraf etish, bu yerda yashovchilarga davlat hisobidan shaharning boshqa hududlaridan namunaviy loyihalar asosida yangi uy-joylar qurib berishga qaror qilindi. Buning uchun aniq va puxta reja, shaharsozlik talablari asosida qurilish loyihasi ishlab chiqildi. Viloyat hokimining qaroriga asosan Andijon shahridagi Bog'ishamol dahasidan yer maydoni ajratilib, qurilish ishlariga jadal kirishildi. Shu kundan e'tiboran Bog'ishamol qirlarini yillar davomida qamragan o'lik sukunat bag'rini yorgan bunyodkorlik va obodlikning qudratli to'lqini harakatga keldi. Yuzlab zamonaviy texnikalar, muhandis, quruvchi va mutaxassislar faoliyati ulkan hasharga evrildi.
Qurilish jarayoni bunday shiddatli suratda katta kuch g'ayrat bilan olib borilganida, bir tomonda yillar mobaynida o'ta og'ir va murakkab sharoitda ilojsizlikdan kun kechirgan odamlarning yangi, obod va fayzli hayotga intilishi, bunyodkorlik ishlaridagi hissasi. Ikkinchi tomondan, mutaxassislarning bir kun oldin bo'lsa ham aholiga munosib turmush sharoitini yaratib berishga jon jahdi bilan intilishi muhim omil bo'ldi. Buning natijasida yangi mahalladagi dastlabki uy-joylar juda qisqa muddat 35 kunda tayyor bo'ldi. O'tgan 2 oy ichida Andijon shahrining Bog'ishamol dahasidagi bu qirlar bag'rida ichki imkoniyatlar hisobidan 2 sotixlik 82 ta yangi va zamonaviy hovlilar barpo qilindi. Xonadonlarda munosib turmush sharoitini yaratish uchun 1,5 kilometr elektr tarmog'i tortildi. Yuqori kuchlanishli yangi transformator, 24 ta beton tayanchlar va zamonaviy yoritgichlar o'rnatildi. 1,1 kilometr yo'l qurildi. 600 metr yo'lak barpo qilindi. 1,7 kilometr suv navlari joylashtirildi. 4 kilometr ichimlik suvi tarmog'i tortildi. Suv saqlash inshootlari qad ko'tardi. 1,2 kilometr tabiiy gaz tarmog'i tortilib, gaz taqsimlash punkti o'rnatildi. Aholi bilan fikrlashgach, yangi mahallaga xalqimizning eng ulug', eng aziz bayrami oldidan yaxshi niyatlar bilan Mustaqillikning 27 yilligi deb nom berildi. Andijon shahrida Mustaqillik mahallasini yaxshi niyat bilan biz bundan bir 2 oy oldin boshlagandik. Endi u yerdagi sharoit bilan bu yerdagi sharoitni menimcha har qanday inson ko'zi ko'r bo'lsa qo'li bilan ushab, kar bo'lsa ko'zi bilan ko'rib solishtira oladi. Bu yer Andijon shahri bo'ldi bu yer. Andijon shahrining Mustaqillik 27 yillik mahallasi bo'ldi. Mazkur yangi mahallaga birinchi navbatda Andijon shahrining Mustaqillik mahallasida o'ta og'ir va ayanchli sharoitda kun kechirgan, uy-joyi buzilishga tushgan aholining katta qismi, shuningdek shaharning boshqa hududlarida uy-joysiz yashayotgan, nogironligi bor, ko'p farzandli, boquvchisini yo'qotgan xotin-qizlar ko'chib o'tdi. Kuni kecha ularga yangi uy-joy bilan ta'minlangani to'g'risidagi sertifikat, 2 sotixli hovlilarning kadastr hujjatlari va xonadonlar kalitlarini topshirish marosimi bunyodkorlik, obodlik va ezgulik bayramiga aylanib ketdi. Qabul qilib oladilar. Yo'lroz va davomiy sarfadiylar bo'lsin. Farzandlar faxrisan ey aziz ona. Bu jahon boricha yayragil mangu. Sen nurli kelajak, sen nurli kelajak, jon O'zbekiston baxtlarga to'lajak, baxtlarga to'lajak, jon O'zbekiston. Hayot haqiqati taqqosda ko'rinadi. Xo'sh, mamlakatimiz tarixidagi yangi bunyodkorlik epopeyasi. Obod mahalla dasturi bois hatto Osiyo qit'asidagi o'ta zich hududlardan biri sanalgan Andijonda 2 oy ichida 2 sotixli yangi va bepul hovli joyga ega bo'lgan bu insonlar hayotida qanday o'zgarishlar yuz bermoqda? Men bu kunni juda ham orzu qilib kutdim. Eng shukr, otamiz ham pul bermagan. 12 yil ichida faqat kvartira yurardim. Behisob shukr. Tushimizda ham ko'rmagan ishlar bo'ldi. Mana qo'limizda kadastrlar turibdi. Suv, gaz bor, svetimiz bor. Мы обратились к президенту, и президент нас услышал. 2 oycha avval Andijon shahri Mustaqillik mahallasida holatiga kelib qolgan katalakdek xonadonda yillar davomida bemor otasi va o'g'li bilan o'z yog'iga o'zi qovurilib yashagan Durdona Ahmedovaning o'ta og'ir va murakkab qismatini hikoya qilgandik. Mana Obod mahalla dasturi taqdirining og'ir zarbalaridan yo'l topa olmay gangib qolgan bu ayolning ham hayotiga yangi mazmun olib kirdi. Qayg'u alam botib ketgan ko'zlar bugun minnatdorchilikdan porladi. Chorasizlik shukronaga, umidsizlik xotirjamlikka aylandi. Oldingi sharoitlarim yo'q, umuman yo'q edi. Endi hozirgi sharoitimiz juda yaxshi.
Keng katta eshiklarga keldik. Hammom, hojatxona, hamma gaz, suv, hamma yoq bor. Muborak Abdunazar va nogironligi bor turmush o'rtog'i va qizi yana 2 nafar farzandi bilan uzoq yillar katalakdek hovlida 3 oilaga qo'shilib tiqilib yashab kelayotgan edi. Osmon olis, yer qattiq bir sharoitda kundan kun yelkasidan bosgan qiyinchiliklar botqog'idan qutulib o'z uyga ega bo'lgani bu ayolga ham shirin tushdek tuyulmoqda. 3 ta qizim bor edi. Endi eplab chiqardim. Soch olib kirgan uyim yo'q edi. To'kilib ketgan uylarim edi. Buna bo'lib chiroyli uylarni berishgan. Xudoga shukr, tushunmay 10 kunmi deb o'g'anib ketishdan qo'rqyapman, to'g'risi. Xudoyimga shukr, shunday kunlar yaratib bergan prezidentimiz, yurtboshimizga rahmat. Muborak opaning qizi 21 yoshli ikkinchi guruh nogironi Munira Qobiljonova garchi so'zlash qobiliyatidan masvo bo'lsa-da, uning va oilasi hayotidagi o'zgarishlar haqida uning qalbi so'zlamoqda. Avvalgi yashagan uyimiz juda qo'rqinchli edi. Tor shiftlaridan suv kirardi. Bugun bizni mana bunday hovli joyga ko'chirib olib kirishdi. Uylar juda chiroyli ekan, keng va yorug' xonalar. Avvalgi uyimizdan katta farq qiladi. Mana shunday xonadonni sovg'a qilgan prezidentimizga katta rahmat aytaman. 2001-yili 40 yoshli Yelena Chernih 2 farzandi bilan beva qolgach ko'chaga quvladi. Qizi Agniya va o'g'li Ruslarni 17 yillik sarson sargardonlikda voyaga yetkazadi. Kamiga qizi va nevaralarining taqdiri ham xuddi shu alfozda. Ularning oxirgi ijaragohida ham yashash uchun sharoit yaxshi emas. Suv bir kelsa, birida yo'q. Ijara haqqi topish ham bir azob. O'z uyi bo'lishini faqat orzu qilgan bu oilaga ham yangi barpo bo'lgan Mustaqillikning 27 yilligi mahallasidan muqim boshpana, bepul turar joy ajratilgach, Agniya Sachileli va onasiga barchasi xuddi ertakdek tuyulmoqda. В нашем государстве простой человек тоже имеет право на свое жилье, на независимость, на поддержку президента. Мы очень благодарны ему за это. Мы очень любим свой Узбекистан. Мы никуда не собираемся уезжать отсюда. Наши корни здесь, наши родители здесь. Мои дети, мой внук. Мы коренные узбекистанцы. Мы еще раз приносим слова благодарности. Hozirgacha hududda zamonaviy mini market, bolalar va sport maydonchalari qurib foydalanishga topshirildi. Prezidentimiz Andijon viloyatiga tashrifidan so'ng aynan shu loyiha uchun ajratgan 4 milliard so'm evaziga har bir xonadonga ob-hayot kirib keldi. Qaqragan dashtu biyobonda niholunda gullar barq urdi. Obodlik nafas ufurdi. Andijonda aholi ko'payib ketyapti shaharda. Ilojimiz yo'q tashqariga olib chiqmasak. İmkoniyatimiz yo'q. Shuning uchun mana shu hududlarni bosh plan bo'yicha Andijon shahriga qo'shdik biz. Rahmat yurtboshimizga birinchi qadam 82 ta uylar topshiryapmiz biz. Ketida yana 40 ta uy quryapmiz. Mana shu yoqqa qarab turib, mana shu bog', sog' hamma yoq uy bo'lib ketadi. Mana men sizlarga aytayapman. Hamma yoq uy bo'lib shaharga qo'shilib ketadi bizlar. Bir so'z bilan aytganda Andijon viloyatida ham obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan bunday keng qamrovli ishlar odamlarning real hayotida o'z samarasini berayotganini, mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, xalqimizni hayotdan rozi qilish uchun uzoqni ko'zlagan, aniq, qat'iy va pishiq puxta tizim yo'lga qo'yilgani tufaylidir. 2 oyda barpo qilingan yangi mahalla ham tun og'ushiga cho'mdi. Go'zal, obod, yorug' va fayziyob ko'chalarda sayr qilib yurgan bu insonlarning yuz ko'ziga boqsangiz, unda o'z hayotidan rozilik va mamnunlik barq urib turganiga guvoh bo'lasiz. Shunda o'sha ko'hna hikmat ong qalbimizda jarang sochganday bo'ladi. Xalq uyli bo'lyaptimi? Demak, hammasi joyida. Qurilish, bunyodkorlik tufayli hududlar qiyofasi tubdan o'zgarmoqda. Obod manzillar safi kengayib, odamlar turmush tarzi ham, hayotga qarashi ham o'zgaryapti. Xabar qilganimizdek, haftaning har yakshanbasi viloyatimizda tadbirkorlik, sanoatni rivojlantirish va qurilish kuni deb belgilab olingan. Bu 7 kunda ham viloyat rahbari boshchiligida muloqot o'tkazildi. Unda bizning ijodiy guruhimiz ham ishtirok etdi.
Andijon shahrining Bog'ishamol dahasidagi mustaqillikning 27 yilligi nomi bilan atalayotgan butunlay yangi mahalla bor yo'g'i 35 kunda vujudga keldi. Bunday olamshumul voqelikka qanday erishildi? Eng avvalo yangi barpo etilayotgan mahalladagi uy-joy zudlik bilan barpo etilishini davrning o'zi taqozo etardi. Qolaversa, Andijon viloyatida viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov boshchiligida haftaning har yakshanbasi qurilish kuni deb e'lon qilingan. Har yakshanba butun viloyatdagi qurilish korxonalari rahbarlari, sohaga daxldor viloyat tashkilotlari mutasaddilari, shuningdek ijtimoiy soha obyektlarining rahbarlari birgalikda hafta davomida bajarilgan qurilish montaj ishlarini chuqur tahlil etishadi. Yo'l qo'yilayotgan xato, kamchilik, qurilish materiallaridagi yetishmovchiligi, mablag' masalalari shu joyning o'zida to'la-to'kis ijobiy hal etiladi. Aynan shuning uchun qolaversa, ishni tizimli tashkil etilishi ana shunday muvaffaqiyatlarning kaliti bo'lmoqda desak to'g'ri bo'ladi. Ochig'i 35 kunda 2 sotixli, 2 xonali, oldi ayvon, oshxonasi, hammomi, sanuzeli bilan mana shunday uylarning qurilayotganligining o'zi andijonlik quruvchilarning qahramonliklaridan dalolatdir. Bahavo har tomonlama yashash uchun qulay. Ushbu uy-joylarga 82 ta oila ko'chib o'tdi. Asosiy ko'cha, unga ulangan 5 ta ko'chaning hammasi asfaltlandi. Toza ichimlik suvi, elektr energiyasi, tabiiy gaz bilan ham to'liq ta'minlandi. Viloyat rahbari navbatdagi qurilish kunini yangi mahalla guzarida o'tkazdi. Bunga sabab olib borilayotgan sa'y-harakatlarning zoya ketmayotgani, ham jihatlikda, ham fikrlikda ish tashkil etilishi faqat va faqat yutuqlar keltirishi alohida ta'kidlandi. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov o'tgan davrlarni taqqoslar ekan, o'tgan yili 65 ta maktabgacha ta'lim muassasasi rekonstruksiya qilingan bo'lsa, bu yil ularning soni 104 taga yetganligini, 2017-yilda 14 ta maktab mukammal ta'mirdan chiqarilgan bo'lsa, joriy yilda 61 ta o'rta umum ta'lim maktabida ta'mirlash, montaj, yangi bino qurish ishlari amalga oshirilayotganligiga alohida urg'u berdi. Shuningdek, barcha ijtimoiy soha obyektlarida avvalgi yilga nisbatan 3-4 barobar ortganligini, yo'l qurilishida esa o'tgan yili 300 kilometr masofada yo'l ta'mirdan chiqarilgan edi. Bu yilning 6 oyi davomida 1000 kilometr yo'l qurilishi bajarilayotganligiga ham yig'ilganlar e'tiborini qaratdi. Darhaqiqat 2017-yil 75 kilometr masofada suv yo'llari ta'mirlangan edi. Bu ko'rsatkich hozirga kelib 420 kilometrni tashkil etmoqda. Bu viloyatning yildan yilga yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarishi yuqorilab borayotganidan dalolatdir. Viloyat rahbari yangi mahallaning kelajagi xususida ham to'xtalib, bu hudud Andijon shahrining eng obod, ko'rkam maskaniga aylanishini, hali bu joyda keng ko'lamdagi o'zgarishlar bo'lishini gapirib o'tdi. Jumladan, yangi qurilayotgan maktab Andijon shahridagi 52-chi maktab bo'lishini, uning atrofiga bolalar bog'chasi qurilishini, yangi uylar davom ettirilib, yana 120 ta mana shu loyihadagi uy-joy bunyod etilishini, bitta poliklinika, savdo, maishiy va xizmat ko'rsatish shoxobchalari barpo etilishini, 8 gektarli avtomobil bozori kabi obyektlar qad rostlashi rejalashtirilayotganligini mamnuniyat bilan ta'kidladi. Yig'ilish yakunida quruvchilar yangi 120 ta uy-joylar qurilishini ertadanoq boshlashlarini bildirishdi. 2018-yilgi ijtimoiy soha obyektlarini esa 20-avgustga qadar foydalanishga topshirishga kelishib olindi. O'zbekiston mustaqilligining 27-yillik nomidagi mahalla. Bu so'zlar zamirda katta ma'no bor. Chunki kechagina mana shunday yaydoq adirlar bugun ko'rkam mahallaga, ko'rkam qishloqqa, yaqinda esa ko'rkam shaharchaga aylanadi. Bir so'z bilan aytganda, Andijon shahrining katta bir hududiga aylanadi. Bir tomondan ob-havosi, iqlimi, o'ziga xosligi, havosining tozaligi, xushmanzaraligi, mana ko'rib turganingizdek bu tomonda Buloqboshi hamda Xo'jaobod tumaniga qarashli bo'lgan ajoyib manzara, tog'lar ko'rinib turibdi. Barcha hududlarda obodonchilik ishlari olib borilayotgan bir paytda mana shu O'zbekiston mustaqilligining 27-ligi nomidagi mahallaga yana 100 ta uy quriladi. O'zbekiston mustaqilligining 27-ligi nomidagi mahallaning davomiga yangi qoziq qoqildi. Viloyat hokimining tashabbusi bilan bu yerda yana 100 ta uy qurilishi rejaga kiritilgan. Bugun o'zingizlar guvoh bo'ldinglar, birinchi dastlabki uyga qoziq qoqildi. Ertaga ertalabdan bugun qoziqlar qoqilib, ertaga ertalabdan 100 ta uy qurilishi boshlanadi. Hamda bu uy qurilib bitgandan keyin viloyat hokimimiz uy-joyga muhtoj, uysiz, umumiy yashash hovli joylarida kam ta'minlangan fuqarolarga ijara pulini olmasdan beminnat yashashga beriladi.
xususiy qilib emas, beminnat yashab turadi. Endi bu yer kundan kunga obod bo'lib ketyapti. Albatta, gap borki, shaharning katta qismiga aylanadi degan fikrlar bor. Hozir mana hurmatli viloyat hokimi Shuhrat Qo'shaqboyev hozir turgan joyimiz Xo'jaobod tumaniga qarashli massiv. Hozir Andijon shahariga o'tkazilyapti. Xudo xolasa Andijon shaharida buzilishga tushgan uylar, kam ta'minlangan uy-joyga muhtoj oilalarga shu shahar tomoniga qarab davom ettirib, to'xtamaymiz, uy-joy bilan butun Andijon xalqini ta'minlaymiz. Endi kelajakda bu yer katta shaharchaga aylanishi ham mumkin-da. Albatta katta shaharcha bo'ladi. Mana o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar, o'rta maktab qurilyapti, oldiga maktabgacha ta'lim muassasasi boshlanyapti. QVP deymiz, medpunkt qurilyapti. Xullas katta shaharchaga aylanadi, xudo xolasa. Guvohi bo'lib turganingizdek, ertadan boshlab O'zbekiston mustaqilligining 27-yilligi mahallasida yana qo'shimcha 100 ta uydan iborat ulkan qurilish ishlari boshlab yuboriladi. Demak, Bog'ishamol hududida joylashgan bu adirliklarda ulkan bunyodkorlik ishlari davom etaveradi. Yoshlar kelajak bunyodkori. Haqiqatan ham shunday. Navqiron avlod vakillarining bilim va salohiyati, qobiliyatini yuzaga chiqarish, har tomonlama qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikka yo'naltirish asosiy masalaga ko'tarildi. Bu davlatimiz rahbarining joriy yilning 27-iyundagi Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmonida aniq belgilab qo'yildi. Mazkur farmonning ijrosini ta'minlash maqsadida hududlarda tizimli ishlar boshlab yuborildi. Andijonda o'tkazilayotgan hokim va yoshlar va davlat dasturi doirasida olib borilayotgan ishlar xususidagi reportaj bilan mavzuni davom ettiramiz. Yoshlar ishtirokidagi har qanday tadbir o'zining shijoatkorligi bilan ajralib turadi. Andijonning yoshlari esa baxtli va omadlilar sirasiga kiradi. Mana 3-haftadirki, Andijon shahridagi Navoiy nomli madaniyat va istirohat bog'i, undagi muhtasham amfiteatr haftaning shanba kunida viloyat yoshlari ixtiyoriga berilmoqda. Shu kuni butun viloyat bo'ylab 3,5 ming nafar yosh yigit-qiz mana shu joyga kelishib, viloyat rahbari bilan ochiq, yuzma-yuz muloqotda ishtirok etishmoqda. Bu yoshlar kimlar o'zi? Ular yuragi yangi g'oyalar bilan limmo-lim to'lgan, tadbirkorlikning turli yo'nalishlarini tanlab, biznes rejalari bilan kelgan ishbilarmon yoshlarimizdir. Bog' to'rida ular uchun bo'sh ish o'rinlari, mehnat yarmarkalari tashkil etildi. Shuningdek, ular uchun tadbirkorlik yo'nalishlari bo'yicha viloyat ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Dastlab viloyatimizning shahar va tumanlaridan kelgan yosh tadbirkor yigit-qizlar mana shu yarmarka hamda ko'rgazmalar bilan yaqindan tanishdilar. Xo'sh, Andijondagi bu xayrli tadbir qanchalik samara beryapti? Ma'lumot uchun aytish o'rinlik, yoshlarning viloyat hokimi bilan bo'lgan muloqotidan so'ng o'rtacha 95% ko'zlangan maqsadga erishilgan. Ya'ni haftaning shanba kunidan kelasi shanbaga qadar qilingan sa'y-harakatlar zoya ketmayapti. Masalan, Andijon va Xonobod shaharlaridagi yoshlarga 7% imtiyozli kredit hisobiga Andijon shahridan 328 nafar, Xonoboddan esa 56 nafar yoshlar viloyat rahbari bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng 100% kredit olib, tadbirkorlikni boshlab yuborgan. Bugungi uchrashuv muloqotda ham 3,5 ming nafar yigit-qiz viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov bilan yuzma-yuz uchrashib, tadbirkorlik yo'nalishidagi orzu-istaklariga erishmoqdalar. Viloyat rahbari prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan yoshlarga yaratib berilayotgan bunday imkoniyatlardan oqilona foydalanib qolish zarurligini yana bir bor uqtirib o'tdi. Bilasiz, bu jarayonda viloyatdagi yuzlab mutasaddi rahbarlar, bank muassasalari boshqaruvchilari, shahar va tumanlarning hokim o'rinbosarlari, Yoshlar ittifoqining viloyat hamda shahar va tuman kengashlari raislari, mahalla fuqarolar yig'inlari faollari ishtirok etishdi. Hozirgi yoshlarga har qancha havas qilsa arziydi. Negaki ular nimani xohlasa, viloyat rahbarining o'zi ularga ko'makdosh bo'lyapti. Shuning uchun yoshlar buni dildan his etishib, o'z oldilariga aniq reja dastur tuzib olib, ana shu asosda tadbirkorlikka qo'l urishmoqda. E'tiborli jihati, tadbirkorlikning 40 tadan ortiq yo'nalishida yoshlar imtiyozli kreditlar evaziga baliqchilik, quyonchilik, parandachilik, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, kasanachilik, chorvachilik yo'nalishida
yo'nalishlarda faoliyat boshlamoqdalar. Viloyat hokimi yozgi amfiteatrdagi uchrashuvdan so'ng bir nechta yoshlarning arzidodini, yechimini kutayotgan muammolarni hal etish uchun ularni tinglab amaliy yordam berdi. Go'zal Aminova hamda Ma'mura Pirmatovalar Andijon shahridagi Ma'ruf ko'chasida joylashgan umumiy uylarda ijarada yashashar ekan. Go'zal Aminovaning 4 nafar, Ma'mura Pirmatovaning esa 1 nafar farzandi bo'lib, ayni damda ijaraga pul to'lashga ham qurbi yetmay qolibdi. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov bu ayollarni obdon eshitgach, zudlik bilan ularni uy-joy bilan ta'minlash kerakligini mutasaddi rahbarlarga topshiriq qildi. Har ikki ayol go'yo yelkasidan tog' ag'darilgandek o'zlarini juda baxtiyor his etisha boshladilar. Voy juda xursandmiz, конечно, juda xursandmiz. Muammo bo'ldi, bizning problemamiz yechildi. Nima edi? Uy masala bo'yicha problemamiz bor edi. Viloyat hokimimiz besamroq rahmat o'sha odamga, prezidentimizga rahmat, bizning problemamizni yechib, bizni uyli joyli qilib qo'ydi. Bugunlar bizni ko'chirib, yangi uylarga ko'chirib qo'yadilar ekan, bizga uy berar ekan. Katta rahmat prezidentimizga, katta rahmat viloyat hokimimizga. Bizni farzandlarimiz ham endi o'zlarini uyida yashab, o'zini uyida katta bo'ladi. Xudo xolasa, rahmat katta. Shundan keyin viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov yosh tadbirkorlar bilan ishlovchi mutaxassislar bilan kelgusi haftada qilinishi zarur vazifalarni belgilab, kerakli topshiriqlarni berdi. Biz ushbu jarayonni kuzata turib, viloyatimizda yoshlar kelajagimiz davlat dasturi ijrosini ta'minlashda zo'r ishtiyoq bilan ish olib borilayotganligiga yana bir bor iqror bo'ldik. Agar har haftada 3,5 ming nafar yosh yigit-qiz tadbirkorlikni boshlayversa, tez orada minglab yigit-qizlar o'z oilasi qolaversa, viloyat iqtisodiyotiga ham munosib ulush qo'sha oladilar. Xalq bilan muloqot jamiyatda insonparvarlik, aholining mavjud muammolariga o'z vaqtida yechim topishga ochilgan yagona yo'l. Davlatimiz rahbarining 2016-yil 28-dekabrda qabul qilingan farmoniga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash sohasida yo'lga qo'yilgan yangi tizim joylarda aholi keng qatlami bilan doimiy muloqot qilish, ularni qiynayotgan muammolar yechimining samarali mexanizm hamda usullarini joriy etishda hal qiluvchi o'rin tutmoqda. Bunda har bir murojaatni qonuniy, adolatli, xolis va to'laqonli o'rganish, odamlarni rozi qilish tamoyili ustuvorlik kasb etayotir. Andijonda o'tkazilayotgan ommaviy qabullar jarayonida ham mazkur masalalar asosiy o'rin egallamoqda. Odamlarni rozi qilish ushbu jihatlar Andijonda o'tkazilgan ommaviy qabullarda o'z ifodasini topdi. Xo'jaobod tumanida bo'lgan uchrashuvda Xo'jaobod, Jalaquduq, Buloqboshi tumanlarida istiqomat qiluvchi fuqarolar ishtirok etishdi. Qabullar sektorlar tizimida tashkil etildi va taalluqli mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 8-avgustdagi hududlarning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan joylarda tashkil qilingan sektorlar a'zolari uyma-uy yurib, aholini qiynayotgan muammolarni aniqlab, mahalla, tuman, shahar, viloyat, respublika tamoyiliga muvofiq hal etish choralarini ko'rishi kerak bo'lgan bir paytda bu yo'nalishda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Andijon viloyat prokurorining qabulida bo'lgan aholi vakillari ham ko'plab masalalarda yechimini kutayotgan muammolarga chora izladilar. Bugungi viloyat prokuraturasining sayyor qabulida o'z mutaxassisligim bo'yicha ishga joylash masalasida murojaat qildim. Shu yerning o'zida maktabgacha ta'lim muassasasiga defektologiya yo'nalishi bo'yicha 2-bog'chaga mutaxassisligim bo'yicha yo'llanmani berishdi. Men bundan mamnunman. Bu fuqaroni ma'lumoti bo'yicha defektologiya yo'nalishi bo'yicha kurslarni tamomlaganligi ma'lum bo'lib, bu qiz o'zi bizga maktabgacha ta'lim muassasasida ishlash istagi borligini bildirdi. Bizda tumanimizdagi 2-maktabgacha ta'lim muassasasida defektologiya yo'nalishi bo'yicha bo'sh ish o'rinlari mavjudligini inobatga olib, ushbu 2-maktabgacha ta'lim muassasasiga bu Gulazorxonga yo'llanmalarni berdik. Buyruqlar rasmiylashtiriladi, bu qiz ish bilan ta'minlanadi. Joriy yilning 6 oyida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga e'tibor kuchaytirilib, kelib tushgan 16943 ta ariza shikoyatning 7919 tasi hal etilib, 1892 tasi qanoatlantirilgan, 332 tasi rad etilgan, 5695 tasi bo'yicha tushuntirish berilgan. Bu davrda 8394 nafar fuqaro qabul qilingan bo'lsa, shundan 2855 nafari sayyor va ommaviy qabullarda, 44 nafari videokonferensiya aloqa
aloqa vositalari orqali 3626 nafari shaxsan prokurorlar va 1896 nafari prokuror o'rinbosarlari qabulida bo'lgan. Viloyat prokurori rahbarligida viloyatning barcha xalq qabulxonalarida fuqarolar bilan keng muloqotlar yo'lga qo'yilib, natijalarga ko'ra fuqarolarning muammolarini joylarda hal etish, ulardan kelib tushgan yozma va og'zaki murojaatlarini qonuniy hal etilishi ta'minlab kelinmoqda. Jumladan viloyat prokurori tomonidan joriy yilning o'tgan 6 oyida 1231 nafar jismoniy shaxs va yuridik shaxslarning vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazilib, og'zaki va yozma murojaatlar qonuniy hal etishlik uchun qabul qilingan. Ushbu ommaviy qabulda asosan fuqarolarimizni ijtimoiy masaladagi muammolari, bundan tashqari ularni sog'liqni saqlash, bandligi bilan bog'liq muammolar bilan murojaat qilishdi. Ushbu masalalarni tahlil qilinganda ularni joyda hal qilinadiganlar shu joyning o'zida hal qilindi. Bundan tashqari ayrim muammolar yuzasidan tegishli korxona tashkilot rahbarlariga joyda topshiriqlar berildi va ushbu muammolarni hal qilish yuzasidan yo'l xaritalari kiritildi. Men uzoq muddat ishlamay ishsiz o'tirgandim. Shuning uchun viloyat prokurorini oldiga chiqib murojaat qilgandim. Ishki bilan ta'minlashni so'rayman deb, qizim og'riqchan edi, endi ashaki shaharga ko'chirib berishni so'rayman deb murojaat qilgandim. Ishim hal bo'ldi. Mana rahmat. Xudo xolsa dushanba kuni shaharga boradigan bo'ldim. Shaharga ish bilan ta'minlab beradigan bo'ldi. Mas'ullar biriktirib berdi. ishlarim hal bo'ldi. Rahmat. Murojaatlar tahlili viloyatda odamlarni tashvishga solayotgan eng katta muammolar uy-joy xo'jaligi, huquq-tartibot, mehnat va bandlik, kommunal xo'jalik masalalarida ekanini ko'rsatmoqda. Tadbirkorlik faoliyati, moddiy yordam va ijtimoiy nafaqalarni tayinlash, sud ishlari, transport, energetika, sog'liqni saqlash, bank, moliya muassasalarida ham murojaatlar ko'p. Ommaviy qabul jarayonida kim bilan suhbatda bo'lmang, hamma davlatimiz rahbari tashabbusi bilan xalq bilan muloqot qilish bo'yicha yaratilgan yangi tizim uchun minnatdorlik bildirmoqda. Eng asosiysi bugungi kunidan ko'ngli to'lib, muammolarni o'z vaqtida hal etishga erishmoqdalar. Xabaringiz bor, viloyatimiz hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning tashabbusi bilan shahar va tumanlarda aholining, shu jumladan yoshlarni kitobga bo'lgan mehrini oshirish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish maqsadida aholi gavjum joylarga kitob javonlari tashkil etildi. Ayni paytda ushbu ezgu tashabbus Respublika Ma'naviyat targ'ibot markazi tomonidan ham qo'llab-quvvatlanmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Kitob inson tafakkurini kengaytirib, uni kamolot sari yetaklaydi. Shuning uchun ham prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda aholi o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini yanada oshirish, kitobsevarlar safini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Viloyatimiz rahbari Shuhratbek Abdurahmonovning tashabbusi bilan respublikamizda birinchi bo'lib shahar va tumanlar markazlari, aholi gavjum joylar, xiyobonlarga bepul kitob javonlarini tashkil etilishi, kitob mutolasini va kitobxonlik madaniyatini shakllanishida yangi bir pog'ona bo'lib xizmat qilmoqda. Bunday kitob javonlari kitobsevarlarni behad mamnun etyapti. Ular o'zlarini qiziqtirgan o'zbek va jahon adabiyoti durdonalaridan, shuningdek ilmiy, publitsistik janrlarda yozilgan asarlardan bahramand bo'lmoqdalar. Respublika Ma'naviyat ma'rifat markazi ham viloyatimiz rahbarining innovatsion g'oyasini qo'llab-quvvatlagan holda mingga yaqin inson tafakkuri va ma'naviyatini boyitishga xizmat qiladigan kitoblarni viloyatimizdagi kitob javonlari uchun taqdim qildi. Bu kutubxonalarimizni asosan jahon adabiyotlari bilan to'ldiryapmiz, kitoblar bilan. Shunchalar yoshlarimiz kitobga bo'lgan qiziqishi, o'qish nimasi juda ham yaxshi bo'lganida, hattoki kitoblar turish bermayapti, to'g'risi to'ldiryapmiz, darrov kelib olib ketishyapti, o'qib qaytarib olib kelishyapti. Shu qadar yoshlarning kitobga bo'lgan qiziqishi, intilishi kuchliligidan deb o'ylayman. Bizni Andijon shahrimizda juda ko'p kitob javonlari mavjud. Jumladan mana shu xiyobondagi kitob javoni ham juda bizni yoshlar uchun, o'qiydigan yoshlar uchun juda ham qulay tarzda o'rnatilgan. Men bu kitob javonidan har xil tillar bo'yicha lug'atlar va Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon romanini olib o'qidim. Undan o'zimga kerakli xulosalar chiqardim, juda qiziqarli ma'lumotlar yig'dim. Albatta kitob javonlari hozircha yangilik, yaqin kelajakda esa bu innovatsion g'oya o'zining salmoqli, samarali, ijobiy natijalarini beradi. Siz 7 kun axborot tahliliy ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Viloyatimiz markazi Andijon shahridagi o'zgarishlar, oqshomning tarovati, tungi chiroqlarning husnkorligi va odamlarning kayfiyati haqidagi lavhani muxbirimiz Odiljon Mamadayev taqdim etadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Andijonga oqshom cho'kdi.
kuni bilan o'zining reja-yu tashvishlari bilan chumoliday yelib yugurgan insonlar bir oz tin olib hordiq chiqarish maqsadida shahrimizni sayr qilmoqdalar. Albatta, saratonning oftobi kun bo'yi issiq ufurib turgandan so'ng oqshomda esgan mayin shabboda, onalarimiz tili bilan aytganda, kechki salqinda sayr qilishning gashti boshqacha. Bunaqangi sayrlarni ayniqsa jajji kichkintoylarimiz intiqib kutadilar. Dadalari, oilari bilan charog'on ko'chalarida sayr qilish chog'ida albatta ularni muzqaymoq bilan mehmon qiladilar. Ana shuning uchun ham har qanday mittivoy dadasi ishdan qaytguncha ham sabr qilmay kelishiga qancha soat qolganini so'rayverib, oyisining holi joniga qo'ymaydi. Kechki ovqatdan so'ng turmush o'rtog'ing va yuragingni bir parchasi bo'lgan farzandlaring bilan o'zing tug'ilib o'sgan shahringni go'zalligidan bahramand bo'lish qanday baxt. Bunday manzarani kuzatar ekanman, o'zim guvoh bo'lgan bir voqea esimga tushdi. O'shanda ham mana shunday yoz oylari edi. Boshqa yurtdan kelgan mehmonni kechki payt sayrga taklif qildik. U bajonidil rozi bo'ldi. Shahrimizning rang-barang chiroqlari porlab turgan ko'chalarni kezar ekanmiz, hamrohim bilan mehmonni har bir ko'rgan manzarasiga zavqlanayotgani, o'ziga o'zi nimalarnidir deyotganini ko'rib hayron bo'lgandik. Shunda mehmon bizdan "Sizlarning shahringizda bugun qanday bayram bo'lyapti?" deb so'radi. Hamrohim "Bugun bayram emas, oddiy kun-ku" deb javob berdi. Bundan mehmonni hayrati ortib, unda muncha ham ko'p turli tuman chiroqlar yonib turibdi, favvoralar ishlayapti deb so'radi. Shunda men shunchaki odamlar zavq olishlari uchun, qolaversa atrof yana ham chiroyli ko'rinadi-da dedim. Mehmon bir xo'rsindi-da, bizda bunday chiroqlarni faqat bayramlarda yoqishadi dedi. Uning bu so'zlarida shu darajada o'kinch bor ediki, biz bundan bir oz o'ng'aysizlanib ham oldik. Lekin hamrohimni baribir andijonligi tutib, bizda esa bayram kunlari yana ham chiroqlar ko'payib, yerga igna tushsa bemalol topib olsa bo'ladigan bo'lib ketadi. Yaqinda nishonlanadigan mustaqillik bayramimizga bir kelinga, o'zingiz ko'rasiz dedi g'urur bilan. Uning bu so'zlari mehmonga qay darajada ta'sir qilganini bilmadim-u, lekin men ham shahrimizning go'zalligidan faxrlanib ketdim. Mana shunday onlarda yoshi ulug'larimizning yaratgandan tinchlik, omonlik, tansihat va xotirjamlik so'rab qilgan duolarida nechog'liq chuqur ma'no borligini yana bir bor anglab yetamiz. Ilohim yurtimizga, tinchligimizga ko'z tegmasin.